Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi tub islohotlarni yangi bosqichga ko'taradigan, xalqimiz hayotidagi muhim voqea bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan lingvistik tahlil qilindi. Batafsil hozirgi lavhamizda. Mamlakatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlari 2026 yilga mo'ljallangan ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish strategiyasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida o'z ifodasini topdi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi mutaxassislari tomonidan tayyorlangan lingvistik tahlil Prezident chiqishining mazmuniy ahamiyati, asosiy tushunchalar tuzilmasini va ularning o'zaro bog'liqligini tahlil etdi. Prezident o'z nutqida jami 9135 ta so'zdan foydalangan. Murojaatnomada eng ko'p mahalla, aholi, iqtisodiyot, bozor, loyiha, texnologiya, ta'lim, natija va daromad, tadbirkor, sanoat, suv, elektr, hudud, yoshlar, infratuzilma va qurilish kabi so'zlar qo'llanilgan. Xususan, mahalla so'zi 49 marta, aholi 35 marta, iqtisodiyot so'zi 28 marta, bozor jumlasi 26 marta, loyiha 25 marta, texnologiya so'zidan 22 marta foydalanilgan. Shuningdek, lingvistik tahlilda keltirilishicha, ikki so'zli birikmalardan Markaziy Osiyo iborasi 8 marotaba, aholi daromadi, qishloq xo'jaligi va yangi bosqich 7 martadan, yangi texnologiyalar va Toshkent shahri 6 martadan qo'llangan. Davlat xizmatlari, xorijiy investitsiya va yangi tizim iboralari 5 martadan ishlatilgan. Shuningdek, dual ta'lim, ish o'rni, viloyat markazlari va tuman byudjeti iboralari esa 4 martadan qo'llanilgan. Mazkur tahlil yaqqol ko'rsatadiki, davlat siyosatining markazida mahalla darajasida amalga oshiriladigan texnologik rivojlanish va inson manfaatlari turibdi. Barcha islohotlarning yakuniy maqsadi barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlashdan iborat. Nutq mazmuni 9 ta asosiy tematik blokka guruhlangan. Iqtisodiy o'sish va farovonlik, mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish, mahalla infratuzilmasini yanada yaxshilash, iqtisodiyotni texnologik va innovatsion o'sish modeliga o'tkazish, ichki bozorda talabni rag'batlantirish, kasblarni rivojlantirish va yangi mehnat bozorlari, ekologik muvozanatni ta'minlash, zamonaviy davlat boshqaruvi va adolatli sud huquq tizimi, konstruktiv tashqi siyosat va taraqqiyot strategiyasi shular jumlasidan. Iqtisodiyotning texnologik va innovatsion o'sish modeliga o'tishi davlat siyosatining markaziy elementi hisoblanadi va xomashyo modeliga tayanishdan voz kechib, yuqori texnologiyali sanoatga o'tishni nazarda tutadi. Ushbu yo'nalish investitsiyalar, texnologiyalar, bozor va mahsulot kabi tushunchalar bilan chambarchas bog'liq. Iqtisodiy o'sish va farovonlik blokida islohotlarning asosiy natijalari aks ettirilgan bo'lib, so'nggi 3 yilda iqtisodiyot hajmining 145 milliard dollargacha o'sishi va kambag'allik darajasining 2 barobarga qisqarishi shular jumlasidandir. Hamda u bevosita aholi, iqtisodiyot, mahalla va xizmatlar tushunchalari bilan bog'liq. Lingvistik tahlil davlat rahbarining ushbu chiqishining asosi islohotlar maqsadi barqaror o'sish, aholi hayot sifatini oshirish va O'zbekiston pozitsiyalarini yanada mustahkamlash sifatida inson qadri, mahalla, farovonlikning oshishi bog'lanmasi atrofida shakllanganini tasdiqlaydi. Bu hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimizning so'nggisi edi. O'zbekiston 24 telekanaldan yiroqlashmang.